Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun sizlarga onaga yaxshilik qilish, uni e'zozlash va hurmat qilish, yaxshi ko'rish haqida so'zlab beraman. Alloh taolo Qur'oni Karimning juda ko'p oyatlarida ota-onaga yaxshilik qilishga buyurgan. Alloh taolo ikkovlariga mehribonlik ila xokisorlik qanotingni pastlat degan. Alloh taolo ushbu oyatda ota-onaga mehribon bo'lishga, ularga muloyimlik bilan muomala qilishga buyuradi. Farzand ota-onasining oldida o'zini kamtar tutishi lozim. Keling sizga bu haqda bir hikoyani so'zlab beray. Bir yigit onasi bilan yolg'iz yashardi. U barcha yoshlar kabi tez jahli chiqadigan va g'azablanadigan edi. Kunlarning birida ko'ylagini kiymoqchi bo'ldi, lekin tugmasi uzilib tushganini ko'rib, jig'i biyron bo'ldi. Onasidan alamini olmoqchi bo'lib, "Ona, ko'ylagimning tugmasi qani?" deb baqirdi. Onasi bir zumda ko'ylakka tugma qadab bersa-da, uning o'g'lining g'azabi bosilmadi. Balki yanada qattiqroq onasiga baqirib, qo'lidagi qog'ozlarni stolga otib, onasiga jahl qildi. Onasi xafa bo'lib, bir og'iz ham so'z aytmadi. O'g'li xonasiga eshikni bor kuchi bilan yopib kirib ketdi. Bugungi kunda bunday yoshlar juda ko'p. Yigit qilgan ishidan qattiq afsuslandi. Onasini ranjitgani uchun kechasi bilan uxlay olmadi. Ertalab tong otishi bilan kechirim so'rash uchun onasining oldiga bordi, lekin onasi unga hech narsa demadi. Yigit universitetga ketdi. Yigitning halovati yo'q edi. Darsga qatnashishni ham istamasdi. Miyasida turli o'y-xayollar qaynardi. Bugun onamga biror narsa bo'lsa-chi? Bugun onamga biror narsa bo'lsa-ya? Alloh saqlasin, agar onam vafot etib qolsa-chi? Axir onam mendan norozi-ku. Nega onamni xafa qilib qo'ydim? Yigitning xayoliga shu kabi turli qo'rqinchli fikrlar kelardi. Aziz yoshlar, bilingki, agar onangizni norozi qilsangiz, butun dunyo sizdan norozi bo'ladi. Keng dunyo sizga torlik qiladi. Agar onangizni rozi qilsangiz, butun dunyo sizdan rozi bo'ladi. Eng muhimi, Alloh sizdan rozi bo'ladi. Yigit qanday bo'lmasin onasidan uzr so'rashga, onasining ko'nglini ko'tarishga harakat qilardi. Telefonidan onasiga xat yozmoqchi bo'ldi. Lekin nima deb yozishni bilmasdi. Oxiri bunday deb yozdi: "Men hozir bir ma'lumotni o'qib qoldim. Aytilishicha, inson oyog'ining tag qismi oyoqning ustki qismiga qaraganda yumshoqroq ekan. Mening mehribon onam, bu ma'lumotga ishonch hosil qilishim uchun oyoqlaringizning tagini ham, ustini ham o'pib ko'rishimga ruxsat berasizmi?" Shu payt yigitning darsi boshlandi. Darsga kirib ketdi. O'zi darsda o'tirsa-da, butun xayoli onasida edi. Tezroq uyga borishga, onasining oyoqlarini o'pishga shoshilardi. O'qishi tugashi bilan uyga ketmoqchi bo'lib turganida telefoniga onasidan xabar keldi. Onasi unga bunday javob xati yozgandi: "Yo'q o'g'lim, ruxsat bermayman. Chunki bu ma'lumot to'g'ri ekanini bilaman. Sen chaqaloqlik vaqtingda bilganman, bolam. Go'daklik chog'ingda oyoqlaringni tagini ham, ustini ham o'pardim." Yigit bu xabardan o'zini tiyib tura olmasdi. Ko'zlaridan durdek yosh tomchilari sizib chiqardi. Yigit uyiga xuddi shamoldek uchib bordi. Hali hech qachon bunchalik tez yugurmagan edi. Uyga kirishi bilan onasini quchoqlab, yuzlaridan, qo'llaridan o'pdi. Oyoqlaridan o'pmoqchi edi. Onasi bunga yo'l qo'ymadi. Onasini qattiq quchoqlab, "Onajon, meni kechiring" dedi. Onasi ham ko'z yosh to'kib, "Sendan xafa emasman, bolam. Allaqachon kechirganman" dedi. Aziz yoshlar, onangizni hurmat qiling. Aslo ranjitmang, xafa qilmang. Mehribon va muloyim bo'ling. Har kun xursand qiling. Hamisha yuzida tabassum bo'lishiga sababchi bo'ling.
Unutmang. Unutmang, jannatingiz kaliti, bu dunyodagi baxt, rohat va yutuqlaringiz asosi onangiz roziligi bilan bog'liq.